Assalomu alaykum aziz kuzatib boruvchilar. Damas mashinasi olib qolgandik. Damasimizni egalari jumadan bo'ladi. Instagramdan ko'rib kelishgan ekanlar. Chiroyli qilib ishlarni bitirib berdik. Nasib bo'lsa chiziqlari ham, zazorlari ham chiroyli tushdi. Imkoniyat darajasida 100% qo'ydik. Ko'rishlaringiz mumkin. Oldidan arqadan ko'rinishlari. Stop bilan bagajni araliqlari mana. Mana shunaqa ko'rinishda, mana bu tomoni, o'ng tomoni. Eshiklari stoykadan chiqib ketmagan, krilodan ham chiqib ketmagan. Mana shunday chiroyli tushdi.